Bugun omonat ochish, kredit olish yoki plastik karta rasmiylashtirish uchun bankka borib yurish shart emas. Bu ishlarni maxsus elektron platformalar orqali qilish mumkin, lekin bank xizmatlarini raqamlashtirish shu bilan to'xtab qolayotgani yo'q. Endilikda tijorat banklarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalaniladi. Xo'sh, bu tizim qanday ishlaydi? Urganch shahrida bank xodimlari uchun tashkil etilgan seminarda shu haqda batafsil ma'lumot berildi. Endilikda nafaqat davlat boshqaruvida, balki banklarda ham hujjatlar elektronlashtirib, ma'lumotlarni sun'iy intellekt tahlil qiladi. Xizmatlar avtomatlashtiriladi. Xodimlarning bu boradagi ko'nikmasini oshirish maqsadida o'tkazilgan seminarda Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi Raqamli ta'limni rivojlantirish markazi xodimlari Markaziy bank mutaxassislariga sun'iy intellekt texnologiyalari imkoniyatlari haqida tushuntirishlar berdilar. Sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellektni qanday ishda joriy qilish mumkin? Shu bo'yicha malakali xodimlar tomonidan o'rgatib turibdilar. Kiberjinoyatchilikni oldini olish maqsadida foydalanish. Bank tizimida shu mijozlarimizni omonatga qo'ygan pullari bo'lishi mumkin, hisob raqamdagi pullarni kiberjinoyatchilar tomonidan o'g'irlanishini oldini olish maqsadida foydalanish mumkin. Shular bo'yicha o'rgatib turibdilar. Bugungi seminarda olgan bilim va ko'nikmalarimizni ish faoliyatimiz davomida foydalanamiz. Xususan, elektron hujjatlar bilan ishlash, ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, avtomatlashtirilgan xizmatlar hamda raqamli platformalardan samarali foydalanish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. Trening davomida sun'iy intellekt platformalaridan foydalanishning qulay jihatlari amaliy misollar orqali tushuntirib berildi. Bugungi kunda sun'iy intellektni bank tizimiga kirib kelishini biz dunyo miqyosida ko'rmoqdamiz. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasida ham mana shu jarayonni yanada tezlashtirish, raqamlashtirish tizimini kuchaytirish, shu bilan birga sun'iy intellektni o'rnini kengaytirish eng asosiy maqsad hisoblanadi. Bunga albatta davlat rahbarimiz, hukumat rahbarlari sharoit yaratib berishmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalarini davlat boshqaruvi va bank tizimiga joriy etish kelgusida xizmatlar sifati va tezkorligini yanada oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.